qayta buyruq qilish. Men shokolad tamlik morojnini bak yaxshi ko'raman. Boyatdan top o'ynading, qo'ling maynat, pokiz yuyib, andin yegin, ha? Ishqisi yo'q, og'rib qolmayman. Hay. Ha, nim bo'ldi? Qo'ssig'im og'rib ketdi. Kim seni gapimni anglamasin debdi. Men qayta ta'kidlasam anglamading. Nim deganing o, men faqat shu bir tali yedim-ku. Qayta ta'kidlash degan bir idiom. Aminiya davrida bir atoqli harbiy olim bor bo'lib, ismi Sunvu ekan. Bu yoq Sunvu bo'ladi. Sunzining harbiy ishlar dasturi deganni anglaganmi? Bu dasturni dal Sunvu yozgan. Bugun u shu dasturni elib xon bilan ko'rishmoqchi. İltifotga erishgidi ilohim. Bu dasturingizga yaxshi-kan, ammo hammasi nazariy ekan. Bo'lmasa qo'shinlarimizda qo'lini paqaylamo, ha? Albatta bo'ladi alilar. Biroq hozir o'rdadagi er sarkardalarning vazifasi bor. Ayol sarkardalarga qo'llansangiz qandoq? Bosh ustiga. Podshoh o'rdadagi 180 nafar chiroyli qizni yig'ib, Sunvuni ularni mashqlantirishga taklif qildi. Bugundan boshlab ko'pchilik mening buyrug'imni anglaysizlar. Birinchi qadamda ikki atratga bo'linsizlar. Atrat boshliqligini xonning eng amra xonishi ustiga oladi. Buyrug'ini anglasanglar bo'ldi. Qarshi chiqishga hargiz ruxsat yo'q. Qani, nayzanglarni ching tutinglar. Hay, buncha eg'ir Qur'onni ko'tarib, mushundaq sat kiyimni kiyish ayollarning qiladigan ishimi? Bizning vazifamiz xonning xizmatini qilish, andin chiroyli kiyinib, meyishkash oy tomoshasi qilish. Ko'pchilik tinishinglar. Oldi keyniga o'ng so'lga qandoq burilganligini biladigansizlar? Bilamiz. Oldiga qaraganda ko'krigimga, so'l tarafga burilganda so'l qo'limga, o'ng tarafga burilganda o'ng qo'limga, orqaga burilganda dumbamga qaraysizlar. Tushundinglarmi? Tushundim. Tushungan bo'lsanglar yaxshi. Sal turib kim xato ishilsa, meni tuzut qilmadi deb ranjimanglar. O'ngga buril. Aniq tushundirmaganlik mening xatoligim. Talabni yana bir qatim deb beray. Ko'pchilik, men sizlarga uda 5 qatim tushundirib qo'ydim. Endi u bilgansizlar? Bildim. So'lga buril. Aniq desam, sizlar faqatla anglamadinglar. Atrat boshlig'inglar sizlarni yaxshi boshqarmabdi. Bu ishda uning xatoligi bor. Kelinglar, atrat boshlig'ini olib chiqib, qolsanglar. Yo'q, banorimni o'ltirmanglar. Bugun uningga rahim qilsam, ati boshqalar menga qandoq bo'ysunadi? Bo'lmaydi. Alili, Birini o'ltirib, menga ibrat qilmasam bo'lmaydi. Alili, bizni qutqizasizlar. Hozir boshqurdagi ishkaylarni atrat boshliq qilib bekitamiz. Ko'pchilik, boyqi talabni 5 qatim takrorladim. Esinglarda tutib oldinglarmi yo'q? Tutib. So'lga buril. Shuningdan boshlab ayol askarlar astoydil mashq qildi. Hech kim chaqchaq aralashtirishga petinamabdi. Kishilar Sunvuning ayollarga qayta tushundirgan chorasini qayta buyruq berish deb atadi. Bu yerdagi buyruq berish, komanda berishni ko'rsatadi. Aniq qilib aytganda, qayta yoki bir qancha qatim takrorlashni bildirdi.